Qadrdonlar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu ayol gapirayotgan gapida ozgina bo'lsa ham jon bor. Izohidan qoldirib ketinglar. Koronavirusga vaksina olgan bo'lsangiz, hayotingiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Bilasiz, Epstein mavzulari haqida dunyo larzaga kelyapti. Aynan Epstein bilan Bill Gates gaplashgan mavzulari o'rtaga chiqdi va koronavirus spetsialni chiqarilgani va koronavirusga qarshi majburiy qilingan vaksinalar insonni geniga spetsialni mutatsiyaga uchratib, aynan P53 genini mutatsiyaga uchratib, rak kasalligini hammada rivojlantirish uchun va rakka chalingan insonlar ustidan pul qilish uchun qilingani, ya'ni bu o'yinligi uje dunyo yuziga chiqdi. Endi bunga qanaqa chora ko'rsak bo'ladi? Albatta, vaksinani tanamizdan yuvib tashlashga harakat qilishimiz kerak. Vaksinani zararlarini karabash degan giyoh yuvib chiqara oladi tanadan. Qaynatib ichishingizni maslahat beraman. Bundan tashqari arslon panjasi degan giyoh bor. Uni ham qaynatib ichishingizni maslahat beraman, chunki tanadagi rivojlanayotgan rak hujayralarini o'ldirish xususiyatiga ega. Siz bu haqda qanaqa fikrdasiz? Buni kommentariyaga yozib keting. Koronavirusga vaksina olgan do'stlaringizga videoni tarqatib qo'ying, chunki bu juda ham muhim mavzu. Sog'lom yashash xohlasanglar, Muslima Abdunabi qiziga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Alloh foydali qilsin.